Portable light. Ushbu LED turidagi yordamchi chiroq tibbiy tekshiruvlar va yordamchi jarrohlik paytida ishlatiladi. U nur aksini kamaytirish va kozning charchashini minimal darajaga tushirish uchun ishlab chiqilgan. Shuningdek, foydalanuvchi tomonidan oson boshqarilishi va qulay ishlatilishi uchun dizayn qilingan. Modern oram qutisi ochilgandan so'ng, videoda ko'rsatilganidek, asosiy blok va komponentlar qutisi mavjud bo'ladi. Tarkibiy qismlar. Asosiy blok base va 6 burchakli kalit HK dan iborat. Base ustki yuzasidagi 6 burchakli boltlarni yeching. Phillips trus tornavisini tayyorlang. Baseni agdarib, tornavi yordamida base simpsidagi to'rtta boltni yeching. Tayanchning uchida chiqqan kabelni base teshigiga joylashtiring. Basedagi 3 ta vint teshigi va tayanchdagi 3 ta teshikni moslashtiring, so'ng 6 burchakli bolt bilan mahkamlang. Tarkibiy qism bilan birga kelgan 6 burchakli kalitdan foydalaning. Yigilgan standni yana yerga qo'ying. Qizil kabelni qizil belgilangan joyga ulang. Moviy kabelni bosh joyga, qizil yoniga ulang. Aks tartibda base simpsidagi to'rtta boltni mahkamlang. Eslatma. Chiroqqa ulangan kabel simpsning ikkala oyoqlari orasida joylashgan holda yigilsin. Ulanish tugagach, uskuna tiklang va quvvat kabelini rozetkaga ulang. Bosh orqa tomondagi on-off tugmasi orqali quvvat yoqilganini tekshiring. Balandlikni sozlash. Leverni burib bo'shating, up-down tugmalari yordamida balandlikni sozlang va lever bilan mahkamlang. Bosh va tayanch orasidagi qora shlangni javara egib, kerakli burchakka keltirib ishlatish mumkin. Arm support yigish. Uskunani harakatlantirganda doimo ushlab turing, kichik qirralardan ham yiqilishi mumkin. Tayanch balandligini sozlaganda haddan tashqari chiqarishdan saqlaning, aks holda ajralishi mumkin. Qadoqlash holati tayanch balandligi maksimal darajada pasaytirilgan holda taqdim etiladi. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ushbu video YouTube'da ham mavjud. Mediline Medical